Какой ты молодец. Nimaga qog'ozni oldingiz bu yerdan? Chunki yaxshi odam bo'lgan edi. Chunki tozalikka rioya qilish kerak, a? Mana sizga priz. Rahmat. Spasiba. Domla, bu challenge edi. Shu tozalik haqida birorta fikrlaringizni aytsangiz. Tozalik muhim, tozalik yarim iymon-ku. Birinchi o'rinda qalb tozaligi. Xudo xolasa qalb tozaligi bo'lgandan keyin hammasi bo'laveradi. Rahmat. Mana domla sizga. Nahotki.